Shoir aytayaptiki, bosqinchilar keldi, zambarak bilan keldi, tig' bilan keldi, qoningni so'rgan. Misol uchunga, mana Chernyayev, Kaufmanskilar keldi, deyapti. Chernyayev general 1865-yili Toshkentni bosib kelgan Chor Rossiyasining generali, juda katta qo'shin bilan kelib bosgan. 1876-yil fevralida Qo'qon xonligi bosilgan general Kolpakovskiy qo'mondonligida. Shu tarixda aytib ketyapti-da, Kaufmanskiy degani birinchi Turkistonning general gubernatori bo'lib tayinlangan Toshkentga. Skobulov Qo'qon bosilgandan keyin butun Qo'qon xonligi tugatilib, Farg'ona viloyatiga general Skobulov general gubernator etib tayinlangan. O'sha Farg'ona viloyatiga mana shu o'z shaharlari ham qaragan. O'shaqa bosh to'lagan. Ilgari Qo'qon xonligiga to'lardi, keyin general Skobulovga to'lagan. Yillik chinorlar bo'ldi-ku o'tin, ming yillik chinorlar bo'ldi-ku o'tin, soyingda qolmadi suving bir yutum, qoshi qabog'ingga to'ldi-ku o'tin, qoshi qabog'ingga to'ldi-ku tutun. Nega yig'lamaysan ona Turkiston, nega yig'lamaysan ona Turkiston? Rizqing sochib aylanar falak, rizqing sochib aylanar falak, sen esa dalangdan topolmay halak. Bolangga bergani bitta hamdalak, bolangga bergani bitta hamdalak. Nega yig'lamaysan ona Turkiston, nega yig'lamaysan ona Turkiston?